漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Muzika padişahlığı deb atalgan Avstriyaning Salzburg şəhəri 18-ci əsrin o'rtalarında mush şəhərdə o'tirishliq Orda sazəndəsinin ailəsində bir buvaq dunyoga ko'z ochdi. Bu buvaqqa Wolfgang Amadeus Mozart deb ism qo'yildi. Bu balaning tili xat savodi chiqmay turibla muzikaga zo'r qiziqish paydo bo'ldi. Qozam, abba qozam, abba qozam, uxla qozam, abba qozam, uxla qozam. Apsi doim bolasini paplab naqsha etib yerib kesish kerak. Wolfgang o'zi tomoq yelaydigan bo'lgan kunlarning birida qiziqish bo'ldi-ku. Bularning hammasini bir qaytimdan urib taqaychi. Hatto nimishki bunda ovoz chiqadigandu. Uzoq o'tmay Wolfgang dadasining uyida bir ajoyib narsani ko'rib qoldi. Wolfgang bak hayron qoldi. Chunki o'zining barmoqlaridan azaldan anglab boqmagan yiqimliq ovoz chiqyotdi. Wolfgang o'zini unutgan holda saltanatlik, qiziqarli, yiqimliq ovoz ichida davomli izlanayotdi. Wolfgang qani? Wolfgang balam, neredesin? Wolfgang! Dadisi, Wolfgang qani? O nerede ketgandu? Uning ichi qarang. Bu bola o'zining musiqa chalalaydiganligini bayqagan. Ishinamsiz?
Wolfgang, tek küçük balık o. Bu çağda dadısı kızı Nanni'ye müzik üyütüp atattı. Hey, nim kıçırıysan? Men adamga o'xshashku. Sen avval biraz çoğun boğun. Ben sana ügütümen. Hazır sen oyluq çıkıp oynayın. Çapsan bol. Nanni, yeni bir kıtım çal. Dada, Hı? men adamga o'xshash chala olmayman. Men chilib boqayman, ma'qulmi dada? Bommaydı. Wolfgang, bu ya oyun çıkılmasa sen çıkıp oynap gör. Çapsan bol. Men chalaman. Boldu yığlama. Dada, o chalaman degandekin chep baqmısınmı? Wolfgang bekle. Chep baqa. Yaraysa Afgan, bir qatim bilan shundoq yaxshi chaldim. Qandaq, men chala olam deganman. Fakat işenigim kelmeyiyotudu. Ämdil 3 yaş kirgen bala bir qitim anlapla çağında qaramamdıgan. Bu iş fakat bir başlanışlı bo'lgan. Onun dadısı hayran qoladigan iş yana yuz berdi. Dadamning uyi ekan-ku. Kirib qarab boqaychi. Dadamning uyi nima degan qiziqarliq. Üstel ustida turgan qandaq narsa-du? Bu narsani menmi bilaman? Bu not qog'oz emasmi? Lekin uningga hech nima yozmabdi. Tozimiz-a. Men yoza olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Men obal yoza olayman. Tang tang ta tang. Tang tang ta tang. Tang tang ta tang. Wolfgang yezishga kirishib ketib, dadısının kirganini sezmedi. Hey, sen nima qilyapsan? Musiqa yozyapman. Minoid. Hey, sana hiç amal qilamadim-go. Bak yomon bo'lib ketding. Bunda qilsang kiyim-kechaklarning siyog'i bulg'unib ketadi. Hay, sen tek qalam tutqudak bo'lmay turib, tek muzik yozaman demsan, cho'ng'anda men sana uyutib qo'yaman. Bu rastla Minoid bo'pti-go. Haqiqatan isil kuyibdi. 5 yoshlik bolaga odamning haqiqatan ishonigiz kelmaydi. Yana kelib shundoq aniq, shundoq sho'x musiqa bo'pti. Balam, yaraysan. Wolfgang mush chaqda yozgan notini dadısı aniq qilib qayta ko'chirib chiqdi. Bu nusxa ta hozirgacha saqlanmoqda. Dadısı bu ishni muzikant el og'inlariga so'zlab berganda, boshda hech kimning ishongisi kelmadi. U dadısı deganidek amdili 5 yoshga kirgan bola edi. Bugun dadısı bir necha sazanda do'stlarini uyiga chaqirib musiqa o'rlatqizdi. Tomoshabinlar faqat uning ayoli bilan bolalari edi. Tekçi başlamaydı-ku. Sen jim o'ltirib musiqa anglag'in Wolfgang. Ularning soz chilishiga ta'sir etkazmagan. Bilaman. Yaqinliq. Men mast qolay dedim. Skripkaning ovozini pek yaxshi ko'rib qoldim.
Aslida Wolfgang hozirla anglagan kuyni nihoyat yaxshi o'rlab bergan edi. Canım balam. Yaxshi oldu. Yaxshi oldu. Bu bir yaqinlik bola oldu. Wolfgangning haqiqatan muzik talanti bor edi. Buningdan hech kim gumonlanmadi. Wolfgang keyin katta muzikant Mozart bo'ldi. Aytishlar qaraganda, u Myunxenda, Venada tunji qitim muzika o'rinlaganda kishilar qattiq hayron qolgan ekan. U chaqda Mozart orolga 6 yoshga kirgan. Shuningdan keyin u taklif bo'yicha O'rta Yevropadan dunyoning har qaysi joylariga borib muzika o'rinlagan. U 35 yoshida olamdan o'tgan. U ko'plagan muzikalarni ijod qilgan. Kishilarning hammasi balki Mozartning tabiati yaxshi bo'lg'achqa hayotining oxirida yolg'iz sirgan bo'lishi mumkin deyishdi. Biroq uning kuylariga shod xuramliq singib ketgan. Balki Mozart muzika orqali qalbidagi muhabbatini izlagan bo'lishi mumkin. Qichinglar! Dido shahrida urush portlaydigan bo'ldi. Qichinglar! To'xtab turinglar. Ko'pchilik bundaq o'tiqib ketmanglar. Qichib ketsanglar, biz idollarning nom obro'yini tushirsa, bu o'zini bilmaydigan badbaxtlar. İdo astanasining taqdiri o'zimizga bog'liq bo'lib qoldi. Taxminan 100 necha yil ilgari Yaponiya yangi davr iqimining to'lqiniga uchrab, cho'ng yo'tkilish paydo bo'ldi. Ilgari Tokugawa Bakofuni markaz qilgan siyosiy kuchlar Kyoto xandonligini markaz qilgan Yaponiyaning yangi kuchlarini barpo qildi. Shuning bilan Bakofu xandonligi tuzgan Tokugawa Bakofuning hukmronligi oyoqlashganligi jakolandi. Ammo xandonlikni markaz qilgan yangi kuchlar Bakofuni talto'kis og'dirib tashlash uchun askariy kuch yig'ib Edo shahriga hujum qilishga tayyorlangan edi. Bu askariy kuchlarni xalq armiya deb atadi. Uning bosh qo'mondoni ko'pchilik biladigan Saigo Takamori edi. Edo shahriga oz qoldik. Ko'pchilik g'ayrat qilinglar. Saigo Takamori anchag'dagi Sasima, ya'ni hozirgi Kagoshima noyisida to'van tabaqaga mansub bo'lgan samuray oilasida tug'ilgan. Saigo Takamorining balalik davridagi ismi Yoshiko edi. U Namrat ota-onasiga yordamlashib, ini singillarini boqatdi. U 18 yoshga kirganda qo'riqchi bek bo'ldi. Bir kuni u boshlig'ining uyiga salomga berib, qattiq hayron qoldi. Amaldor turibmi? Mushundaq vayrona uyda o'ltiramdiganda. Mening oilam Namrat turibmi? Uyim uninkidan jiq yaxshi ekan. Hey! Odam bormi? Odam bormi? Ey, ishg'olda kelib unda qattiq tog'layotgan qaysi ablah? Uyim o'rilib ketdi-ku. Bu mo'tabar, noit bilimlik odil kishi edi. U aram pul bilan beyib, rahat parag'at yashigacha durust pokiz yashagan a'lo deb qaraydi. Saigo mana mush mo'tabardan umr bo'yi izlab topqil bo'lmaydigan savoqni qabul qilgan edi. Yoshko, odam bo'lish bilan amaldor bo'lishda eng muhim narsaning nimaligini bilamsa? Bilmayman. Tangirni hurmat qilish, insonni suyish. Tangirni hurmat qilsang, noshoyin ishlarni qilmaysan. İnsonni so'ysang, yo'lsiz bo'lmaysan. Fuqarolar davlatning boyligi, amal tutganlar buni unutib qolsa, davlat ma'lumon bo'ladi. Shunga insonlarga samimiy bo'lish kerak. Bu mo'tabarning ta'limi Saigoning qalbiga cho'nqur o'rnab ketdi. Uzun o'tmay, ma'lumotchilik boshlangan chaqda Saigo Sasimaning vakillik samurayi bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu u Tangirga hurmat qilish, insonni so'yishni esidan chiqarmadi. Keyin Saigo Takamori g'arbiy qism qo'shinlarining qo'mondoni bo'ldi. Menimcha biz mushtobni o'zini qishib ketsak ulguramiz. Nima da'vatsa, samuray ro'yi bo'yicha biz berib urushishimiz kerak. Ikkovlar talashmanglar. Yana urush qilamiz tuzuk. Bo'ldi qilaylik. Bizga o'xshash qo'shin hargiz urush olmaydi.
Ko'chadagi odamlar nim qilib yuradi. Mobada rasli urush yuz berdigan bo'lsa, Ido shahri o't dengiziga aylanadi. Hozir Samorya'ga nisbatan hayot mamatlikning halqiliq payti bo'lib qoldi. Shahardagi fuqarolar bu ishlarga qilchi ko'ngil bilmaydi. Urush bo'lib qolsa, butunlay biz samuraylarga tayinadi. Fuqarolar hech nimaga esqatmaydi. Oldi og'zinglarni yuminglar. Sizlar Ido shahridagi fuqarolarni nima ko'ryapsizlar? Ular Tokugawa bilan birlikda 300 yildan buyon davlatni gullantirib kelgan xalq. Mo'shundoq nagi berib, nagi to'xtaydiganligini bilgib bo'lmaydigan chaqda og'zinglar kagini jo'yilsanglar bo'lamdi. Sizlar qanday xiyolda bo'lyapsizlar? Sizlar hozir xandonligimizni, ya'ni Sanfon bilan Ido shahrining chiqish yo'lini o'ylsanglar bo'ladi. Samuray rohimistigi, hammasi bir tiyin arzmaydi. Kasika Ishomo xuddi Saigo Takamoriga o'xshash Namrat Samuray oilasida tug'ilgan. Uni beqib cho'ng qilgan zamonmu dal Ido shahrining Namratlar mahallasi edi. Uning kichik vaqtidagi ismi Hataro edi. Hey! Idoliklar o'zaro inoq o'tish kerak. Urushmanglar. Kasining dadisi nayt oq ko'ngil odam bo'lib, qo'lim qo'shnilari bilan inoq o'tadi. U doim ojizlarga yordam beradi. U erlik g'ururi kuchli odam edi. Kasi dadisining mushundaq yaxshi ta'siri bilan Edoliklarning urf-odati va odamgarchilik ta'siri bilan asta-asta cho'ng bo'ldi. Uzun o'tmay u bir tarafdan qilichvozlikni, yana bir tarafdan g'arbning yangi bilimlarini o'rganishga boshladi. Ammo u yanala namratlik ichida yashaydi. U yana doim kon kitoblar sotiladigan kitobxonlarga berib kitob ko'radi. Boshqalarning kitobini akilib ko'chirib oladi. Uning tirishchanligi oxir meva berdi. Kasi g'arb bilimlarini o'rganadigan xususiy maktab ochdi. Keyin uning xususiy maktabi xandonlikning diqqatini qo'zg'adi. Keyingi mezgilda Kasi Kaisho Saigo Takamoriga o'xshash ansiz zamondagi xandonlikning samuraylari bo'lib qoldi. Ey, bo'ldi qilinglar, urushmanglar. Voy sho'mag'iz, urush bo'ladigan bo'lsa, sen bilan opang kuyib bilasan deydi. Nima? Sen tig'islar qochib ketadigan bo'lsanglar, sizlarning oilanglardagilar qo'rqinchoq bo'ladi deding-ku. Ey, to'xtanglar, urushmanglar. Sizlar hammanglar bir qo'shniga, nima ish qilsangiz o'xshab, ha? Lekin rostla urush bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bizning qochadigan yerimiz yo'q, ya'ni kelib opam og'rib yetib qoldi. Shundaqmi? Opangga aytib qo'y, ansirmisin. Men Kasi hamon bir amal topaman. Rost amal topamsiz? Shundaq. Albatta amal topaman. Qandaq amal? Ularning ustidan g'alaba qilish kerak. Rasma, hech qandaq ish yuz bermasa, tog'a, unda biz qo'l bag'ishaylik. Ma'qul. Kelishdik, ha? Qo'l berib qasam qilamiz. Yolg'on aytmaymiz. Kasi Kaisho qandaq qilganda Ido shahrini qutuldirib olib, Ido shahrini urush o'tidan saqlab qolishni o'ylaydi. Faqat shunday qilgandilar Ido shahrini urush o'tidan saqlab qolg'ili bo'ladi. Saiko Takamoriga o'xshash hukm qilsak, bizning Ido shahrimiz kuyib tugisa, buningga fuqarolar chidab tura oladimi? Yamaoka. Topshirmalarni topshirishlar taqsir. Bu jonni tikib qo'yib o'g'irlab keladigan ish. Bu maxfiy maktubni dushman sepetiga sarkarda Saiko Takamoriga yetkazib bersan, bu maktub boshqalarning qo'liga tushib ketadigan bo'lsa, Ido shahri o't dengiziga aylanadi. Uqdingmi? Maktub sarkarda Saigo Takamorining qo'liga omon eson tegdi. Bu ishkaylan oxiri uchrashdi. Sarkarda janoblari, aman turibsiz. Parvardigorga shukr. Qarang, bu tatliq yangi. Biz jigash paranglashayli. Bo'lamdi, ha? Bu men eng yoqtirib yeydigan narsam. Yo'ldagilar deb yeb ko'rsam bak yeyishgan. Shuning bilan og'ash keldim. Noyat obdankan. Sizning yurtingizdan mahsulotdi. Sizcha munda qilsak bo'ladimi, Saigo? Bakofu ailesini yeziq ko'chirib, Ido shahrini, ham barliq qurol-yarog'larni butunlay topshirib bersin. Mushunda qilganda Ido shahriga hujum qiladigan ish to'xtab qolmamdi. Dunyoning nuqtai nazaridan qaraganda Yaponiya nihoyat kichik bir davlat. Sasma bilan Idoning teqichi o'rtaq tili bo'lmayotdi. Qo'lim qo'shnilar urushish yaxshi emas. Agar siz Saigo tug'ilgan yurtingizni malman qilib yetadigan bo'lsangiz,
siz qanday o'ylayapsiz? İdo xalqi bir niyat bir maqsadga kelib ittifoqlashsa nihoyat yaxshi bo'ladi. Sarkardi Kasi, xuddi sizning deganingizdek xalq davlatning boyligi, fuqarolar azob oqibat cheksa, bu qanday zamon bo'lib ketdi. İdo shahriga qiladigan hujum to'xtasin. Biz urush qilmaylik. Sana ko'p rahmat, Saigo. Rahmat sana. Bu Tangrini hurmat qilish, insonni so'yish bo'ladi. Selametinglar. Qandaq, men degan va'damda turgandim-a? Ha? Karamet ish bo'ldimi? Biz idologlar mangu degan va'damizda turamiz. Shunday qilib, qo'lim qo'shla inoq o'tish kerak deb qaraydigan idolog Kasi Kaisho bilan Tangriga hurmat qilish, insonni so'yish kerak deb qaraydigan Saigo Takamori o'zaro yaqin ittifoq bo'lib, Edo shahriga tushgan urush tahdidini yo'qotdi. Ular ikkisi shundan tortib yangi Yaponiyaning qo'lliq kuchlari bo'lib qoldi. 遊び好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領